Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozir bizlar 3 ta konditsionerlarni taqqoslamiz, qancha energiya yeyapti. Bugun havo 31 daraja, mana ko'ryapsizlar, Samarqandda. Birinchi konditsioner 18 lik full DC inverter 7 tek 18 lik. Ikkinchisi Premier DC inverter 12 lik. Uchinchisi Avalon full DC inverter. Hammasini o'z taqqoslashni boshlaymiz. Birinchisi Avalonni tekshiramiz. Avalon hozirda 1,5 kilovat iste'mol qilyapti. 12 lik konditsioner. Avalon har doim ko'p ishlatadi, lekin odamlar bilmaydi. Endi Premier konditsionerni tekshiramiz. Premier konditsioner 1.18 yapti. 12 lik DC inverter. Hammasi bu yerda 12 lik. Avalondan kamroq lekin. Endi 18 lik 7 tek konditsionerni tekshiramiz. Qancha eco rejim lekin qo'yilgan. Ularda eco rejim qo'yilmagan. 0.50. 3 barobar kam Avalondan, Premierdan 1.2 barobar kam. Ularda lekin eco rejim yoqilmagan, bunga eco rejim yoqilgan. 7 tek juda kam tok yeydi.